Assalomu alaykum, qadrli tomoshabinlar. Sizlar bilan men Usta Jasur va akalar Farg'ona viloyat Buvayda tumanida chiroyli qilib bitkizilgan yangi ishimizni ko'rsatib o'tamiz sizlarga. Darvozaxonasini yaxshilab e'tibor beramiz akalar. 20 metrga 4 metr joyga chekkalariga tillarang rover, o'rtalariga patnislarni chiroyli qilib terib, svetlarni ham akalar e'tibor beramiz, o'rtalariga qo'yib bitkizib berganmiz. Va akalar endi e'tiboringlarni kozirok qismiga tortib o'tamiz bu obyektimizni. Akalar eslatib o'tamiz, bu obyektimizni 04 tunukadan qilib bitkizib berdik. Tillarang oq mokri aralashtirilgan holatda. Mana kozirok qismini akalar ko'rib turibsizlar, o'ziga yarashadigan chiroyli figurada chiqazib berganmiz. Akoshkalarini ham chiroyli qilib, yonlariga oyoqlarini qilib chiroyli qilib, hammasini bir xil razmerda qilib chiqazib bitkizib berganmiz akalar. Orqalariga 8 lik karniz qo'yib berganmiz, oldilariga bakavenka va 90 gradusli detallar bilan chiroyli qilib chiqazib berilgan. Akalar eslatib o'tamiz. Mana shu tarnovlari ham hamma narsasi o'zimizdan bo'ladi. Ya'ni tunuka fondi qanaqa mahsuloti bo'lsa, tarnovi, tunukasi, profil, samarez, kley, lesasi, hamma narsasi akalar o'zimizdan bo'ladi. O'shanda zakasni olamiz va o'zimiz tayyorlab, olib borib, qotirib beramiz. Biz vodiy bo'ylab xizmat ko'rsatamiz, ya'ni Andijon, Namangan, Farg'ona bo'ylab hamma shahar viloyatlarida ishlab chiroyli qilib bitkizib beramiz. Ko'rib turgan obyektlarni tashqari ko'cha tomoni ham xuddi shunaqa akoshka figuralar bilan chiqarilgan ekan. Xuddi mana shunaqa qilib chiroyli qilib stil qilib bir xilda, ya'ni ikkala burchaklarini ham bir xilda qilib chiqazib berganmiz. E'tibor bersanglar akalar, o'rtadagi katta akoshkamiz bilan ikkala yonidagi akoshkalarimizni hamma burchaklari bir xil chiqqan. Akalar, endi sizlarni tunuka fond narxlari bilan tanishtirib o'taman. Tunuka fond narxlari hozirgi kunda 115 ming so'mdan 150 ming so'mgacha qilib bitkizib berilyapti. Va akalar, xuddi shu qilgan uchastkamizni yonidagi, ya'ni akasini uyini ham ichlarini, koziroklarini, ya'ni ichkari kozirok va tashqari koziroklarini ham xuddi shunaqa figurada qilib chiqazib berganmiz. Tekis joyga qanaqa turadi bu figura degan akalarimiz uchun mana tekis joyga qilingan joyini ham bemalol ko'rib baho beraverasizlar. Akalar, ishlarimiz sizlarga ma'qul kelib turgan bo'lsa, like, podpiska bosish esdan chiqmasin. O'shanda akalar, sizlar yangi qo'ygan videolarimizni o'tkazib yubormaysizlar. Usta Jasur kanalida yangi qo'yilgan videolarni hammasini kuzatib boringlar akalar. Bundan-da chiroyli, bundan-da zo'r ishlarni sizlarga video qilib qo'yamiz. Sog' va salomat bo'linglar. E'tiboringlar uchun kattakon rahmat.